Assalomu alaykum kitobxonlar. Bugun men sizlarga o'zbekistonlik tarixchi olim, tarix fanlari doktori va professor Nodirjon Abdullaxatovning yangi Shoh Mansur ziyoratgohi nomli kitobi haqida ma'lumot bermoqchiman. Nodirjon Uraimovich Abdullaxatov o'zbekistonlik tarixchi olim, tarix fanlari doktori va professor. U 1970-yilda Farg'ona viloyati Quva shahrida tug'ilgan. Tarixshunoslik, manbashunoslik va madaniy tarixiy tadqiqotlar bo'yicha faoliyat olib boradi. Nodirjon Abdullaxatov tarix fanlari bo'yicha fan doktori darajasiga ega bo'lib, 2022-yil 12-sentyabrda 19-asr ikkinchi yarmi, 20-asr boshlari Marg'ilon muhitidagi diniy va agiografik manbalar tadqiqi mavzusidagi dissertatsiyasini himoya qilgan. U tarix fanlari doktori, professor unvoniga ega olim sifatida tanilgan bo'lib, tarix manbashunoslik, islom tarixi va mintaqaviy tarix tadqiqotlari bilan shug'ullanadi. Professor sifatida u Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi kabi ilmiy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritadi. Nodirjon Abdullaxatov tarix fanlari doktori, professor Farg'ona vodiysi tarixini, xususan mahalliy ziyoratgohlar, avliyo shayxlar faoliyati va diniy madaniy meros masalalarini chuqur tadqiq etgan yetuk olimlardan biridir. Uning ilmiy izlanishlarida Shoh Mansur ziyoratgohi alohida o'rin tutadi. Olim Shoh Mansur ziyoratgohini naqadar diniy maskan, balki xalq ma'naviyati, tarixiy xotira, tasavvufiy an'analar, mahalliy ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq madaniy tarixiy majmua sifatida ilmiy asosda yoritib bergan. Shoh Mansur ziyoratgohi Farg'ona vodiysidagi qadimiy va muqaddas maskanlardan biri bo'lib, u xalqimizning diniy ma'naviy hayoti, tarixiy xotirasi hamda tasavvufiy an'analari bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu ziyoratgoh asrlar davomida nafaqat ibodat joyi, balki ma'naviy tarbiya, axloqiy poklanish va ijtimoiy birlik markazi sifatida xizmat qilib kelgan. Tarixiy manbalarda Shoh Mansur diniy ilmiy faoliyati, taqvosi va xalq orasidagi e'tibori bilan tanilgan shaxs sifatida tilga olinadi. Uning nomi bilan bog'liq rivoyatlar va yozma manbalar ziyoratgohning shakllanishi hamda hudud ma'naviy hayotidagi o'rnini yoritib beradi. Ziyoratgoh atrofida shakllangan og'zaki an'analar, xalq e'tiqodlari va marosimlar bu maskanning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshirgan. Shoh Mansur ziyoratgohi bugungi kunda ham milliy va diniy qadriyatlarni asrash, yosh avlodni ma'naviy tarbiyalash, ziyorat turizmini rivojlantirish yo'lida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maskan tarix va bugunning, ilm va e'tiqodning, an'ana va zamonaviylikning uzviy uyg'unligini namoyon etuvchi nodir madaniy meros hisoblanadi. Bugungi kunda Nodirjon Abdullaxatovning Shoh Mansur ziyoratgohiga bag'ishlangan ishlari, kitob taqdimotlari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va ziyorat turizmini rivojlantirishda keng foydalanilmoqda. Aziz kitobxonlar, ushbu ma'lumotlarimiz sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarni kutubxonamizda kutib qolamiz.